Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tuzumisiz? Alloh shifo bersin. Nima kasalliklar bilan bizning klinikamizga keluvdingiz? Endi kasalimiz shu osteoxondroz. Aha. Bugun nechinchi kun kelishingiz? Bu 3-kun. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? O'zgarishlar bor. Endi hozir bo'yinda o'zgarishlar bor. O'zgarish bor. Og'riqlaringiz yengillashdimi? Yengillashdi. Harakatlaringiz Uyqu ham ozgina yaxshilandi. yaxshilandi. Ko'z tegmasa, Alloh shifo komil bersin. O'zingizga o'xshagan bemorlarga bizning klinikamiz tavsiya qilasizmi? Albatta, mana. Birinchi olib kelganmiz. Ular ham o'zingiz bilan qo'shib olib keldingiz. Yo'ldoshimiz. Ha, Alloh shifo bersin hammaga. Shifokorlarga katta rahmat demoqchiman. Shunda o'zining ishiga mustahkam kirishib ketib, mana gap yo'q. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlarga ham Alloh shifo komil bersin. Shifoxonalar ko'proq bo'lsin. Rahmat. Samarqandda kam. Xudo xolasa ko'paytiramiz endi. Albatta. Alloh shifo komil bersin. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Rahmat.